kechki ovqatga nima qilaman dedim, ChatGPT'da so'rab ko'raman deb. Uyda faqat kartoshka bor, nima tayyorlasam bo'ladi, faqat osondan yozing desam, tali retsept jo'natibdi. Yana ham osonini yuborgin dedim. Keyin u menga yana retsept jo'natdi, mikrovalnovkada pishirishim kerak ekan. Yo, bo'lmaydi, yana ham osonini so'radim. Keyin menga uni qaynatishni o'rgatdi. Qo'ysangchi, qaynatish uchun kastrulga ol, suv sol, undan ham osonni so'radim. Yana ham osonini jo'natgin, bu qiyin deb yozib yubordim. U menga yana mikrovalnovkada pishiriladigan retseptini jo'natdi. Yo'q, yana ham osonni dedim. Endi 1-2 daqiqada pishirasan dedi. Yana ham osonni so'radim. Keyin menga kartoshkani tozalagin, shunchaki yeb qo'ygin dedi. Men senga mol-mamhonni ichiydigan boshqa narsa yubor. Kartoshkani shunchaki olib nima qilmen dedi. Oson edi. Yo'q, bundan ham osoni kerak dedim. Keyin menga shunchaki kartoshka olsa hech nima qilmaysan dedi. Yo'q, kartoshka olishim kerak uning uchun. Boshqa narsa o'rgatgan, boshqa narsa kerak, bundan ham osoni dedim. Kartoshkani olib, hech narsa qilmasdan tashlab yuboring deydi. O'zi faqat kartoshkan bo'lsin nima.